أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz o'quvchilar, bugun Allohning fazli bilan darsni boshlamoqchi. Darsim masx qilish haqida, o'tikka masx qilish haqida davomlashib kelgan. Bugun o'tikka o'xshaydigan, o'tikning o'rnini olgan paypoqqa masx qilish haqida to'xtalmoqchi. ويجوز على الجوربين إذا كان سخينين أو مجلدين أو منعلين. Paypoqqa masx qilish durust. Ulamalar paypoqqa masx qilishning durustligiga umuman birlik kelgan. Chunki paypoq o'tikning o'rnida turganligi uchun, o'tikning o'rnini olganligi uchun buningga masx qilish durust. Ammo qanday paypoqqa masx qilinadi? Chunki paypoq Rasulullohning zamonasida yungdan, tosh paxtadan, paxtilidan to'qiladigan. Bugungi kunlarda paypoq nilondan to'qiladigan, ya'ni rextdan to'qiladigan bo'lganligi uchun buning to'qilishi ba'zisi nefis, ba'zisi qilin bo'lganligi uchun qaysi xil holatdagi paypoqqa masx qilish durust degan haqida ixtiloflashib qolgan. Chunki har bir atalg'uni, uning tarjimasi, uning ma'nosi o'zgargan bo'lsa-mu, ammo u atalg'uni ishlatgan vaqtda u qandaq holda, qandaq sifatda edi, buni tushunish va buni o'ylash bir muhim. Garchi bugun javrab degan bu atalg'uni umuman paypoq deb tarjima qilingan bo'lsa-mu, ammo bu paypoq bugungi kundagi nilondan yasalgan, tosh paxtadan yasalgan, paxtadan yasalgan bu paypoq ayni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonasi va uningdan keyingi olimlarning zamonisidagi paypoqqa o'xshamdi. Yungdan yasalgan paypoqqa o'xshamdi. Buni bir o'ylashimiz lozim. Chunki shariat shu vaqtdagi til, shu vaqtdagi tushunchani asos qilgan holatda tushunganlik uchun. Buningda ulamalar asos jihatdan paypoqning masx qilishga durust bo'lgan ulamalar buni har xil shartlarni shart qilishdi. Buning birisi iza kana sahinayna, qilin, paypoq qilin, shu paypoq bilan mang'ili bo'ladigan, yo'l og'ili bo'ladigan holatda bo'lsa, ya'ni u azroq minib bo'g'icha teshilib ketmaydigan, putlarini og'ritmaydigan, qanatmaydigan yoki yirtilib ketmaydigan holatda qilin bo'lsa, bundaq paypoqqa masx qilg'ili bo'ladi. Xuddi ayni vaqtdagi piymalarga o'xshagan yoki putning ustiga sovuqqa to'g'ib ketmasligi uchun yo'g'iladigan yo'g'ima latiliga paytma deb qo'ymiz, shularga o'xshagan bo'lsa, yoki xurumdan bo'lsa, mujalladayn xurumdan, ya'ni teridan tikilgan xurum ma'sa bo'lsa, yoki kash ya av muna'alayn, yoki chabisi bor, chabilik holatda, ya'ni dastisa yirtilmaydigan, teshilmaydigan, mangsi mengishni davomlashtirg'ili bo'ladigan chabilik holatda bo'lsa, bundaq paypoqqa masx qilish durust. Buning dalili Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan
rivoyat qilingan bir hadis annahu masaha alal jawrabayn. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın paypaqqa masa qilganligini rivoyat qilgan. Rasululloh paypaqqa masa qildi deb kelgan. Bu hadis sahih. Bunu İmam Abu Davud, İmam İbn Majah, İmam Tirmizi qatorliq nurg'un ulamalar chiqargan hadis va bu hadisninki boshqa sahih guvohchilar bor. Mesela İmam Ahmed rivoyat qilgan bir hadisda Savban radhiyallohu anhu hadisi ekan, Rasululloh bir diviziya, bir ben askarni avatdi, ular so'g'oqqa to'g'ib qoldi. Qattiq so'g'oq bo'lib ketganlik uchun so'g'oqqa to'g'ib qilib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın qashig'iga kelgan vaqtida so'g'oqning qattiq bo'g'anligini Rasulullohga dedi. Biz bak so'g'oqqa to'ngdi. Haqiqatan to'nglab qolg'ili taslab qoldik dedi. Rasululloh ularni salliga masa qilishga, putlariga yo'g'ib olgan latiliga masa qilishga, xuddi o'tik, paypoq va unga o'xshagan buniga masa qilishga buyurdi. Demak, mana bu hadis paypoqqa masa qilishning to'g'ri asosi borligini dalolat qiladi. Yana paypoqqa masa qilish haqida Resulullah'ın ashablaridan Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasir, Abdullah Abi Mas'ud, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Bar qatorliq nurg'un ulamalar ham buni rivoyat qilgan. Bu sahabe radhiyallohu anhumlardan o'nlardan rivoyat qilingan. Nurg'un sahabalar bu haqda rivoyat qilgan. Xuddi tunugunki darsimizda olib aytganimizga o'xshash o'tikka masa qilishga qo'shilmagan, o'tikka masa qilishni durust emas degan ulamalar paypoqqa masa qilishni durust emas degan. Biz buningga oyatdan, ijmodan, sahabalarninki Resulullah'ın hadislerinden bu haqda delillerini keltirgan. Bugün bu haqda jiq so'zlamaymiz. Ve kana Abu Hanife evvelen yaqul, Abu Hanife rahimahullah beşida mundaq deydi. La yecuzu illa en yekuna muna'alayn. Paypoqqa masa qilish, u paypoq chamilik bo'lsa, ya'ni uning tigida chami bor, kashining chamiga o'xshagan, o'tikning chamiga o'xshagan chamilik bo'lsa, mang'ala bo'ladigan, undan anda u vaqtda durust bo'lmasa durust emas dedi. Li'annahu la yuqta'u fihim al-musafa. Çünkü bu ikisi bilan musafini kazgili bo'lmaydi. Yoki li'annahu la yaqta'u fihim al-musafa. Çünkü yo'lovchi, ya'ni o paypoqni kelgan kishi bu ikisi bilan musafini kizanmaydi dedi. Yani mang'il bo'lmaydi, menishni davomlashtirib bo'lmaydi dedi. Summa raja'a ila ma zakarna. Kim biz yuqorida tilga olgan qilin bo'lsa bo'ladi degan bu xil qarashga bordi. Va alayhil fatwa. Bu İmam Abu Hanife'nin bu xil qarashiga fatva berildi. Yani şu paypoq qilin o'zini tug'izib qo'ysa tura oladigan putning terilerini bugungi kundagi o'xshagan terilerini ko'sib turadigan paypoq bormi yo'q farqlanmaydigan holatdagi paypoq emas, qilinroq qo'yib qo'ysa tura oladigan, o'tqizib qo'ysa tura oladigan paypoq bo'lishi yoki teridan, xurumdan bo'lishi yoki chamilik paypoq bo'lishi lozim. Bu haqda ulamalar asosan masa qilishni joiz degan ulamalar bu xil qaydni shartni qilgan. Lipofaga o'xshagan, ya'ni putga yo'g'iladigan, yo'galmiliga, fatmaliga o'xshagan paypoq qalinroq bo'lishini talab qilgan. Qala. Endi İmam Şafii rahmatullohi alayh bu haqda qalin bo'lishni shart etmedi. Rasululloh paypoq deb keldi, paypoqqa masa qildi deb keldi. Paypoq bo'ladi ekan, qalin bo'lamdi, nefis bo'lamdi. Chunki paypoq deganning qalinisimi bor, nefisimi bor. Agar sanoat nachar bo'lgan chaqda uni
kelin işlegen bilen aciz buludu, sanaat yakşı bolgan çağda nefis bolsumu, yupqı bolsumu, amma o toquluşu mazmut bolganlık üçün çidamcan, pişiq, mansı yırtılmaydigan buludu. Bu kelinni şart qilishning asası yok degen. Lekin ulamalar asasen kelin bo'lishini talab qilgan. Qala va yanquzuhu ma yanquzul wuzu. Mashini tahoratni buzadigan omillar buzib o'tadi. Chunki li'annahu yanquzul wuzu ghasla, chunki tahoratni buzadigan omil yusimi yuvishni buzibdi. Fala an yanquzal masha awla. Bu yugan vaqtda yugan holatni buzayotgan omilning masx qilganini buzib o'tishi bi tariqa ular buzib o'tadi. Qala va naz'ul khubbi, ötekni silish bu tahoratni buzadi. Li'annahu mani'u min siyaratil hadas ila rijla. Nima uchun ötekni sasi tahorat sinadi desa, chunki ötük degan tahoratsizlikning putqa berishidan to'sadigan ma'no. Ötük tahorat sinsimi, ammo ötük ba joyning tahorati sinmaydi. Tahoratsizlikning putqa berishini to'sitdi. Fayza naza'ahu zalal mani. Ötükni selavassa, ötükni kelgan kishi o tosquchi yo'q bo'ladi. Ya'ni tahoratsizlikni putqa berishdan tosquchi yo'q bo'ladi. Yo'q bo'lganligi uchun tahoratsizlik toki putqini berib, umumatan tahorati sinadi. Va li'annal jawaz daf'an li harajin naza'. Bu bir dalil. Ikkinchi dalil, masx qilishning durust bo'lishi o'tükni selish kiyishning mashaqqatini yo'q qilishlik uchun bo'lgan. Bu mashaqqat bo'lganligi uchun islom qulaylikni, osonlikni iroda qilib, qanday qilgan? Yo'q qilgan. Ya'ni masx qilsang bo'ladi degan. Selayotgan bo'lg'achqa u vaqtda yuvish mashaqqat emas, o'takni selish kiyishdan iborat. Bu mashaqqat u vaqtda yo'q bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun hukm asli qoidadir. Va lam yabqa fayaghsiluhuma kama qabla al-lubs. Qolmagandikin, endi haraj qolmadi ya bu yerda. Haraj qolmagandikin ikkala putni o'tak kiyishdan burun yuvgandek yuydi. Yuvish kerak. Va kazalika naz'u ahad khuffayhi. Shuningdek ikki poyning birini sasa bu vaqtning o'zidami masx qilg'ili bo'lmaydi. Tahorat sinadi. Li'annahu yajibu ghasluhuma. Chunki ikkisi yuvish lozim bo'ladi ya. Bir peyni sasa. Fa yajibu ghaslul ukhra. Shunga yeni birini yuvish lozim. Li'alla yajma'a baynal asli wal badal. Chunki bunda bir o'takning bir peyni salgan chag'ida o'takning bir peyni salsa, ikkilisini yuvishning vojib bo'lishi asli bilan badal masx degan yuvishning o'rnida turadigan omil. Yuvish asli bir pay o'takni salsa, o'ningni yusa, yeni bir paynicho, yeni bir payga masx qilsa, ham asli hem onun o'rnidan badal ikkilisininki birla vaqtda mavjud bo'lishi lozim gap qoldi. Bu durust emas. Ya asli bo'lish kerak, yoki badali bo'lish kerak. Bunda bo'lganligi uchun bu yerda bir pay o'tukni salsa, u vaqtda bir pay o'tukni salgandan keyin bir putning tahorati singan bo'ladi. Singan yeni bir putga masx qilish to'g'ri emas. Qala va mudiyul mudda. Hamda tahoratni sundiradigan omillar mashini sundirgandan siz o'tukni tortish, selish, paypoqni selib o'tish buni sundursa, yeni biri muddatning o'tishimi tahoratni sindiradi. Li'annahu ruxsatun sabatat muaqqatatan. Chunki masx qilish vaqtlik kelgan ruxsatdir.
mashaqqat, selish, kiyish mashaqqatini islom yengillatish uchun vaqtincha kelgan bir ruxsat. Fatazulu bimudiyil vaqti. Vaqtning o'tishi bilan qiyinchilik, ruxsatmi yo'q bo'ladi. Vaqt o'tgandan keyin ruxsat yo'q bo'ladi. Kal mustahaza, istihaza ayolga o'xshagan. Xuddi bir ayol odat ko'rgan ayol, uningki qon to'xtamasa, davomli qon kelaveradigan bo'lsa, bu bir kasallikdan bo'lgan bo'lib, buning shariat bir vaqt namozga bir qitim tahorat ilib namoz o'qiydiganga buyurgan. Qachon peshimga olgan tahoratning vaqti shunda chiqatdi, asrning vaqti kirdi, yana o vaqtda qaytadan tahorat oladi. Asrning vaqti chiqatdi, sham vaqti kirdi, yana o vaqtda qayta tahorat oladi. Demak, vaqtning zurriyat bo'lganligi uchun zurriyat namozni o'qish zurriyati sababdan tahorat oladi. Tahorat elish u yerda mumkin bo'lmaganlik, u yerda tahorat davomli sinib buzilib turgan bo'lg'achqa, o vaqtning ichida zurriyat yuzisidan tahorat sinib turadigan, buzilib turadigan omillar, ya'ni qon eqib tursimi, tahorat elib namoz o'qiverganiga o'xshagan, uningmi vaqti o'tsa tahorat sinadi. Qala fa iza madatil mudda naza'ahuma wa ghasala rijlayhi lima bayyana. Musannif bundaq dedi. Muddat o'tib ketsa, ya'ni vaqt o'tib ketsa, u kishi o'takni silib putni yuydi. Boshqa a'zolarini yumasa bo'ladi. Tahorat bo'lib qolsa, vaqt o'tganda tahorat bo'lib qoldi deydi. Tahorat bo'lib qoldi. Tahorat bo'lgandan keyin vaqt o'tishi bilan putning tahorati qanday qiladi? Sinadi. Putning tahorati buzilgandan keyin u odam o'tikni siliblam tahorat putni yo'q, tahorat niyatida oyig'ini kiyvasa, o'tikni kiyvasa, yana o tahorat bo'laveradi. Lima bayyana yuqorida biz degan nima bo'yicha, dalil bo'yicha, ya'ni yuqorida biz agar bir odam putini yuvdi, yuvgandan keyin o'tikni kiydi, kiyib bo'lgandan keyin tahoratni to'liqlayotsa, masa qilg'ili bo'laveradi deganligimiz uchun. Ammo buningda bunda bo'lmaydi. Va xurujul qadami ila saqi naz'un. Putning qo'njig'i chiqishi sog'anlik hisoblanib tahorat buziladi. O'tib kelgan odamning puti o'tikning qo'njig'i chiqqan bo'lsa, ötük çoğ, paypak çoğ, put onun içinde küçük, şunun bilen put onun içinde keng laylap gelip çıkan bolsa, yani koncuğu çıkıp kalgan bolsa, bu ötükne sağan hesablanıp tahorat bozuldu. Li'annahu la yumkinuhu'l meşyu fih. Çünkü o vakitte bu adamga minish mumkin emas. Mağanmaydı o. Mağanmagan bo'lganlik uchun mağanmasa onunga bas qilg'ili bo'lmaydi. Kazalika walau kharaja ba'zu. Shuningdek ba'zisi chiqsa-mu, putiningki az bir qismisi qo'njiga, o'tikning qo'njiga yoki qo'njilik oyoqninki ushqining ustiga chiqayotgan bo'lsa, u chog'da tahorat sinadi. Tahorat buziladi. Qala Abu Hanifa in kharaja aksaru aqabihi ila saq batala mashu. İmam Abu Hanifa agar so'njiqininki ko'proqi qo'njig'i chiqib qolsa, u odamning masisi baka. Lima taqaddam yuqoridagi dalillar asosan. Va qala Abu Yusuf ma lam yakhruj aksarul qadam ila saq la yabtulu. Putninki ko'proqi qo'njig'i chiqib qolmasa, o'takning qo'njig'i berib qolmasa, ko'tarilib ketmasa, u vaqtda masabati bo'lmaydi. Masi buzilmaydi, tahorat sinmaydi. Nemishqa? Li'anna lil aksari hukmul kull. Chunki ko'pga kulning, ya'ni umumning hukmi bo'ladi. Har qachon
köp botken umumning hukmi, az botken yo'qning hukmi. Bu bir qoida. Kök putuninki köp qismi chiqayotgan bo'lsa, qo'nji tarafga o vaqtda o odam o'tukdan putini sog'an, paypoqdan putini sog'an hisoblanib, uning tarjisini do masasa buzdi. Agar azroq chiqib qapti, ya'ni kichkina bir qismi chiqib qolgan bo'lsa, o vaqtda o tarat buzilmaydi. Va qala Muhammad in baqiya min al-qadam miqdar 3 asabi' lam yabtul li baqa'i mahall al-mas. Imom Muhammad rahimahullah agar putning 3 barmoq miqdori o'tukning ichida qolsa, tarat sinmaydi, tarat buzilmaydi. Mashining o'rni qolib qolganlik uchun mashini biz 3 barmoq miqdori qilamiz degan. 3 barmoq miqdori mash qilish farz edi. Farzning o'rni, ya'ni mashining o'rni qolganlik uchun, ya'ni 3 barmoq miqdori qoldi. Qolganlik uchun 3 barmoq miqdorining o'zini xuddi hisoblab tarat buzilmaydi deymiz. Qala masaha musafirun summa aqama ba'da yawmin va laylatin naza'a. Musannif mundaq deydi. Musafir masa qilsa, bir kecha kunduzdan keyin uyga kelibdi, safarini tugatibdi, oyoqlashtiribdi, muqim bo'lgan bo'lsa, oyog'ini saqi, yuydi. Oyog'ini silib, o'tigini silib yuydi. Lianna salasa ikmalu muddati safar va la safar. Chunki 3 kun masa qiladi deyishimiz, 3 kun degan safarning muddatini to'liq qilsa, 3 kun to'liq safar qilsa, safar holatida o'tsa, 3 kuni u vaqtda masa qiladi degan bo'ladi. Safar yo'qki, bir kun safar qilibdi, safar qilib o'tgan bo'lsa, u odam musofir emas, muqim bo'lganlik uchun o kishi oyog'ini silib masa yuydi, yo'q, qaytadan tarat qilib muqimning masjisini mas qilishga boshlaydi. Fala yajuzu vaqtda mas qilish durust bo'lmaydi. Va qabla zalika yutammimu yawman va layla. Shuningdan burun, ya'ni bir kun burun bo'lmagan bo'lsa safar qilib, bir kun bo'lishdan burun kelib qolgan bo'lsa, qanday qiladi desa, bir kecha kunduzni to'liq qilib o'tadi. Safarga chiqdi, 24 soat bo'lishdan burun kelib qoldi. Kelib qolgan bo'lsa, kelgancha oyog'ini silib, paypoqini silib, o'tukini silib, putini yuvib namoz o'qiyamdi yoki bir kecha kunduzmi desa, bir kecha kunduz to'liq o'qiydi. Li'annahu muqim fa yastakmilu iqamal mudda. Chunki u muqim bo'lgandan keyin muqimlik muddatini to'liq o'qiydi. Walau masaha muqimun summa safara qabla yawmin wa laylatin tammama muddata safar. Agar bir muqim kishi safar qilmagan, uyda turadigan bir kishi masa qilib turadi. Muqim tug'an bo'lg'achqa 24 soat masa qiladi-da, u 21 soatka masa qildi. U shunday jarayonda safar to'yuqsiz bir ishi chiqib qilib safar qilsa, bir kecha kunduz tutishdan burun qanday qiladi? Safarning muddatini to'liq qiladi. Li'annahu musafirun, chunki u musafir deydi. İmam Şafii rahimahullah safarning muddatini emas, muqimning muddatini to'liq qiladi. Muqimning muddati 24 soat. Mushu muddatni masa qiladi. Chunki u beshida safarni niyat qilmadi, muqim turish uchun niyat qildi va shuning masasini qildi. Unda o'g'anlik 3 kun qilmaydi dedi. Nima uchun safar muddatini to'liq masa qiladi desa, fa innal hukma yata'allaqu bi oxiril vaqt. Chunki hukm degan har vaqt vaqtning oxirisiga aloqador. Kama fi mas'alatil mutaqaddima, yuqoridagi misaldagi o'xshaydi. Yuqoridagi misaldami tahorat masa qilish qachondan boshlanadi desa, tahorat olgan elib o'takni tahorat bilan kiydi. Shu o'takni kiygan tahorat qachon buzilsa, buzilgan vaqtdan boshlanadi degan. Chunki uning oldidagi putni yub olgan tahoratga tava, u masiga tava emas. Ikkinchi qitim tahorat buzilgandan keyin
tarat aldı, mesih qilgan bo'lsa, uningdan bu mesihga tabi bo'lganlik uchun bu mesihning muddati 24 soat yoki 72 soat bo'ladi. Bi xilafi ma iza safara ba'da yawmin va layla. Yani bir kecha kundan keyin safar qilgan bo'lsa bu o'xshamaydi. Li'annal hadas sara ila rijli fala budda min al-ghazl. Bir kecha kundan o'tib ketib bo'lgandan keyin safar qilgan bo'lsa, u vaqtda yuvish kerak. Nima uchun? Chunki tarassizlik putga keldi. O 24 saat to'shqandan keyin uning putining tarixida mayli o'tikini, paypoqini salmasin, buzilgan bo'ldi. Buzilgan bo'lgandan keyin u putni qaytadan yumasa, tarixda bor deb hisoblanmaydi. Yuvish lozim. قال ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقوع والقفازين واللفافة. مصنف مناقض salliga masx qilish to'g'ri emas. Agar salliga xos masx qilish to'g'ri kelsa bu durust emas. Ya'ni ulamolarning o'rtasida bu ixtilof bor. Rasululloh salliga masx qilgan desa, Imom Abu Hanifa Rasululloh salliga tobi, ya'ni agash kuchlik yo'li bilan masx qilgan. Asli chochqa masx qilmoqchi. Chochqa masx bo'lgandan keyin Rasululloh sallisgimi masx qilayotgan deydi. Shuning uchun ayrim shaklda salliga masx qilish, talfakka masx qilish, chumbalga masx qilish, palayga masx qilish, patmaga masx qilish bu durust emas. Li'anna al-masha sabata fil khuffayn lil haraj. Chunki o'tikka masx qilish, chunki masx o'tik haqida kelgan. O'tikka masx qilsangiz bo'ladi deb bir selish, kiyish qiyin bo'lgan chiqar. Wala haraja fi naz'a haula al-ashab. Bu narsalarni talpak, salla, chumbal, palaydak narsalarni selish, kiyish degan qiyin emas o. Uni qiyin emas. Uningga masx qilsa bo'laveradi. Nima? Qiyin bo'lganlik uchun uni selib turib masx qiladi. Illa buningga tobi yo'li bilan yana agashmichilik yo'li bilan chashqa masx qilibdi, undan sallaga masx qilib o'tibdi. Yoki talpakni masx qilyapsa, bu vaqtda bu durust. Ammo bir sharoit bor. Ayol kishining yog'ligiga masx qilish durust. Bulamdi bo'lmamdi degan vaqtda buningga ba'zan ulamolar durust bo'lmaydi degan. Erlar ko'p yağlıqını alsa, çeçe hallan kalıdı, masx qilish imkoniyati yo'q bo'lgan vaqtning o'zida masx qilsa bo'ladi. Va yajuzu alal jabair va yaqala va yajuzu al mashu alal jabair. Abtur deydi, tengifqa a'zolaridan biraya yarlanib yoki zidi bo'lib yoki jarohat chiqib shu sababdan tengishqa doki bilan tengish bo'lamdi yoki boshqa jo'bo bilan tengish bo'lamdi, tengilgan bo'lsa tengiqqa masx qilish durust. Asli yuvish durust bu, ruxsat bu. Va laysa bi fardin 'inda Abi Hanifa rahimahullah. Imom Abu Hanifa rahimahullohning qarashida farz emas masx qilish. Yumay masx qilish farz emas. Ve huve sahih ve İmam Ebu Hanife'ninki karşı toğra makbul karaş. Hatta lev terekehu min gayri dararin caza. Hatta yaylangan kişi tengikka meshi kılışını o carahatga, yarga, zidiga ziyan sağmagan haletide, zini yok haletide koyup koysu mu, yani mesih kılması bu, durust dedi. Mesih kılsa, hiç kandak bir zini yok. Ya kisel sozulap ketmeydi, ya kiseli bağan sıra yamanlap ketmeydi, yani hiç kiseli yaman kalmaydı. Bunda halde mı? Hiç kandak tesiri yok halde mı? Mesih kılmay, başında halette koyup koysu mu? Durust dedi.
İmam Ebu Hanife farz emas, durust deganlik uchun. Qala la yajuzu. İmam Ebu Muhammed bilan İmam Ebu Yusuf durust emas. Yani tiniqning ustiga masa qilsa, kasalga ziyni yo'qkan, kasalga xatiri yo'qkan, ya kasali ig'irlab ketmaydi ekan, ya kasali yomonlab ketmaydi ekan, ya kasali uzrab kasalning saqish vaqti kechikib qolmaydigan bo'lsa, u vaqtning o'zidami masa qilmay qolib qolsa, bu durust emas. Cho'qim masa qiladi. Chunki masa qilish vojib deydi. İmam Ebu Muhammed bilan İmam Ebu Yusuf rahimahullah vacib, amel qilish jihati vacib. İtiqadi jihati vacib, bo'lmasa amel qilish vacib deydi. Bu ishkolarning dalili ma'ruya anna Nabiy sallallohu alayhi va sallam amara aliyan hina kusirat zanduhu yawma Uhud bil mashi alayha. Bu ishkolarga dalili Peygamber aleyhissalatu vesselam Ali radıyallahu anh'a Uhud günüsü onun belekке o'shtilib sinib ketgan vaqtda bilakka massa qilishga buyurganligi. Rasululloh massa qilgin dedi. Buyurdi aşağıda imsah alayha deb massa qilgin dedi. Va qiyasan alal khuf, yana birisi o'tikka qiyos qilib. Chunki o'tikmi futni yo'gab turadigan bo'g'achqa yush farz bo'lgan o'rinni uningga masa qilingan, o masa qilish qilinibdi. Shuning o'xshagan u yuydigan bir a'zoni yo'gab turgan bo'g'achqa u tiniqqa masa qilish lozim. Masa qilsa bo'ladi deydi o'tikka qiyos qilib. İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın delili valahu ennel mesha badalun anil ghasla. Masa qilish degan yuyishninki o'rnida turadigan ish. Yuyishning badal. Vala yajibu ghaslu ma tahtal jabira law zahara bi khilafi ma tahtal xubb. Tiniqning ostidagi a'zo navodi chiqib qolsa, ya'ni ko'rinib qolsa, yuyish vojib emas. Ötükning tigidagi a'zo buni o'xshamaydi. Ötükning tigida biror ya oshkor bo'lib qolsa, ya o'tukda yeriq ekan, ya o'tukda tushib ekan, ya o'tukningki bir yerlari yirtiq bo'lib, tigi chiqib qolgan bo'lsa, uni yuyish lozimdi. Ma'nida yuyish lozim emasdi. Unda bo'lganligi uchun yuyish vojib bo'lmagan yerda cho'qim masa qilish vojib emas. Va hadis Ali la yujibul fardiyya li'annahu khabaru ahad. Ali radhiyallohu anhu hadisi yuqoridagi hadisi o farzlikni isbotlamaydi. Chunki bu hadis ahad hadis, xabar vahid hadis. Xabar vahid bo'lganligi uchun farzlikni isbotlamaydi. Yumisi bu bo'ladi, ya'ni yumisi bu bo'lganlik, mas qilmasa bu bo'ladi, mas qilish farz emas deydi. Qala va yajuzu in shaddaha ala ghayri wudu'in. Bu musannif rahimahulloh mundaq dedi. Agar tiniqni tahoratsiz cheksa-chi, endi tahoratda bor holatda chekkan bo'lsa, o mas qila, tahorat yo'q holatda chekkan bo'lsa, tangan bo'lsa tiniqni bunda chaqda qanday qiladi? Ya'ni durust. Shunda holatda mas qilish durust. Lianna fi i'tibarihi harajan. Chunki İmam Ebu Hanife'nin qarashida haraj var. Wa lianna ghasla ma tahtaha saqata bi khilaf ma tahta al-khuffayn. Chunki tiniqning ostidagi ya'ni yush saqit, uni yungdimaydi hech kim. Aldı bilen siz jarohat, zida yoki sinuq bulab qolsa, şu sunuqlini ya zidi yorlini ostini yuvib pak-pakda tozalab bulab, tangisiz tarat deyilmaydi u. Onu apağancha apirib tangadigan gap. O'tukninki o'tukning osti buning o'xshamaydi. O'tukning osti ne cho'qim pokiza bo'lishi kerak. Şuna bununla kıyas qilg'ili bo'lmaydi. Fayin saqatat an bur'in batala. Agar
saqib zidi saqaydi, yarı saqaydi, ya sunuq saqaydi, saqib teniq tushib ketgan bo'lsa, dagi tushib ketgan bo'lsa, bu chaqda masa qilishning o'rni yo'q. Batal masa qilishning o'rni yo'q. Li'annal masha lil uzri, masha degan uzri jahdidan o. Bu uzri yo'q bo'ldi. Yo'q bo'lganlik uchun masa yo'q bo'ladi. Bi xilafi ma iza saqatat la anbur'in. Agar saqib tushib ketmay ya doktor tangmoqchi, tengib almashtirmoqchi yoki uxlash jarayonida bo'lamdi yoki bir tengib o'zligidan shishilib tushib ketamdi, bu holatda tushib ketgan bo'lsa, o vaqtda yana masa qilavergili bo'ladi. Li'annal uzra baqin. Chunki bu holda uzri nima? Baya. Yana o kasal saqaymidi, shuning uchun tangan, o'zligidan endi chakkaya ajrab ketdimi yoki tengib yurishib ketdimi, tushib ketgan bo'lsa, bu vaqtda uzri bor. Uzri kasal bo'lganlik uchun tangiladi, tengibqa masa qilsa bo'ladi. Wa in kanatil jabiratu zaidatan ala ra'sil jurha. Agar tengib jarohatdan ortiq bo'lib qolsa, jarohatning o'rni tangi miqdor ekan, ammo tengibning o'rni olqanchilik bo'lib qolsa, bu vaqtda qanday bo'ladi? Fa in kana halul khirqati wa ghaslu ma tahtaha yazurruhu masaha alal kulli. Agar latini tengilgan lata, daga, jobon shishib, onun astidagi yalini yuvish yarıga, zidiga ziyonliq bo'lib qolsa, hammasiga masa qiladi. Hammasiga. Chunki tengib deganni shu yerga ham tanqilolmaydi-da, joboni shu yerga yemligini olmaydi. Yana uni bir tutmisi bo'lmaganligi uchun boshqa yerligimi qiladigan gap, boshqa taraflariga bu yemlaydigan gap. Va in kana la yadurruhu zalika ghasala ma hawla al-jiraha va masaha alayha la ala al-khirqa. Agar uningga o tengikni, dakini shishib yishib, agar u zidiga tengilgan jobo yoki dakini yishib yusa, ziyon qilmasa, jarohatning atrofidagi yalini yuydi va jarohatning o'ziga masa qiladi. Latiga emas, quruq yerga masa qiladi. Va in kana yazurruhu al-mashu. Agar masa qilishi ziyonliq, masa qilsa kasal ig'irlab ketadi yoki suv tegib qilish xavfi bo'lib, suv tegib qolgan ham kasal yomonlashib qoladigan bo'lsa, shashmay jarohatning ustidagi latiga masa qiladi va uning atrofini yuvitadi. Latining va ortiq latiningki ostidagi yalini yuvitadi. Li'anna javazal mashi liz-zurra hayutaqaddaru biqadariha. Nima uchun? Chunki masa qilishninki durust bo'lishi zurriyat uchun bo'ldi. Zurriyat o'zining miqdorida bo'ladi. Undan oshirib bo'lmaydi. Undan oshirib kichikkina qiyaga zurriyat bo'lsa, nurg'un yalini tengib, nurg'un yaliga tengib qo'ysa, u yalni masx qo'ysa bo'lmaydi, u yalni yuydigan gap. Va hada tafsil anil Hasan ibn Ziyad rahimahullah. Bunu bu tafsilat Hasan ibn Ziyad rahimahullohdan kelgan. Va hakazal kalam fi isabatil fisadi val quruhi val jirahat. Qon algandan kin tengiladigan tengiqlar, yiring, jarohatlarni tangan chaqdagi tengiqlar haqidagi gapmi, hukmmi shunga o'xshaydi. Ayni shu. Mayli o qon elish orqali tengilsin, bu tengiq mayli bire yiring dab qilib tengilsin, mayli jarohat chiqib qilib tengilsin, mayli sunib ketib tengilsin, mayli zidib qilib tengilsin, ish qilib hammasi asosan o'xshaydi. Va ala haza law wada'a ala shiqaq rijlihi dawa'an la yasilul ma'u ila ma tahtahu yajri al-ma'a ala zahir ad-dawa'i lima zakarna. Bununla asasen
agar bir kishi puti yeyilib ketgan bo'lsa, puti yeyilgan yeyilikqa dori ishlatsa, ya'ni lazilin ishlatamdi yoki bir dori ishlatamdi, ishlatsa, bu dori tikka suni yetkazib qo'ymaydi ekan. Yetkazmasa, suni dorining ustidan oqqizadi. Biz yuqorida deganimizga o'xshash. O vaqtda dorining ustidan yo'q qilsa, shuning o'zi kifoya qiladi. Chunki dori tengikqa o'xshaydi bu yerda. Jo'boga o'xshaydi yoki daqiga o'xshaydi, tengikqa o'xshaydi. Tengikqa o'xshaganligi uchun u dorima sunnatikka yetkazmagandan keyin tengikning hukmida bu yerga masx qilinadi. Ya yuyiladi. Aşo zidi bo'lganning o'rni masx qilinsa-mu boshqa yerlarga yuyiladi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.